Hürmetlik vatandaş, yani bir haberni elib aldırıp çıktığım vatandaşım sizge sözleyimiz. Bugün 2019 yıl 9. ayının 18. günü haber mındak hürmetlik vatandaş. Amerika Koşmuş Ştatları Hükümeti Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumi yığınında Cungo'nun Şinjan'da Müslümanlarını horlışıga xires ilan qilishni o'ylashyapti. Mavzuli haber 9 ayning 18 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Washington bütün yer şartı rəhbərləri kelar hafta Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumi yığınına qatnashadigan bir paytda Amerika Qo'shma Shtatlar Hükümeti Şinjan'da nazarband qilingan 1 milyon Müslüman az sonliq millatlar masalasi bo'yicha, yani 1 milyon Uyg'ur Müslüman az sonliq millatlar masalasi bo'yicha Jungo'ga xires e'lon qilishni o'ylashyapti. O'xshashlar Reuters xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat islohotchisi Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari kelar qatim o'tkaziladigan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy yig'inida kelar qatim emas, kelar hafta kechiringlar. Kelar hafta o'tkaziladigan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy yig'inida har qaysi davlatlarning qo'llashini qo'lga keltirib, Jungo'ning Şinjan'da nazarband qilish siyosatini ayblaydi. Davlat islohotchisi Mike Pompeo bu yil 7 ayda Jungo'ning Şinjan'da musulmonlarni nazarband qilib, haqorat qilishini 21 asrdagi haqoratdir deb ko'rsatgan. Şinjan musulmonlarni nazarband qilib, xo'rlishini davlat islohotchisi Mike Pompeo 21 asrdagi haqoratdir deb ko'rsatgan. Amerika'nın ismini oshkorlashni xohlamagan bir nafar amaldori mundaq ko'rsatdi. Oqsaroy kelar hafta, yani 193 azod davlat qatnashadigan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy yig'inida nutq so'zlaganda Şinjan musulmonlarini hamda Jungo'da keng ko'lamda yuz berayotgan kishilik huquq masalasini tilga olamdi yo'q. Mushu masalani o'ylashyapti. Oqsaroy yana mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump kelar hafta Birleşken Devletler Teşkilatı'da bütün dunyoga diniy e'tiqod erkinligini qo'g'dash to'g'risida chaqiriq qilish yig'iniga riyosatchilik qildi. Hamda muavin prezident Mike Pence bu chaqiriqni tanishtirdi. Oqsaroyning ayol bayonotchisi Stephen Grisham 9 ayning 17 kuni yoki Grisham yoki Grisham ikkisini xitoychadan tarjima qildim. Oqsaroyning bayonotchisi ismini kechiring vatandosh. Prezident Trump xalqaro jamiyatni haqiqiy tadbir qo'llanib, din va diniy e'tiqod hujum qilishni cheklash, dua, tilovat o'rnini va barliq diniy e'tiqodga munosabatlik ommaviy so'rovlarni kapolatga ega qilishga va muqaddas inobatini hurmat qilishga chaqiriq qildi. Gördünüzmü? Müşterikimiz chiroyli jumlani o'qib olsam, yo'tal kelyapti vatandoshim, men baysizga deganda. Yani bir o'qib o'tay. Prezident Trump xalqaro jamiyatni haqiqiy tadbir qo'llanib, din va diniy e'tiqodga hujum qilishni cheklash, duo tilovat o'rnini va boshqa diniy e'tiqodga munosabatlik ommaviy so'rovlarni kapolatga ega qilishga va muqaddas inovatini hurmat qilishga chaqiriq qildi. Onundan başqa Oqsaroyning bir nafar nopozliq amaldori mundaq ko'rsatdi. Muavin prezident Pence va davlat ishloq kotibi Mike Pompeo Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy yig'inida ba'zi harakatlarda bo'lib, Şinjan masalasini so'zlaydi.
Lekin oxirida qanday so'zlarni ishlatishni belgilash Amerika Jungo ikki davlat savdo suhbatidagi masalalarning ta'siriga uchraydi. Esinglarda bo'lish kerak, hurmatli vatandoshlarım, 20 million Uyg'urning ichida 3 million Uyg'urni yoki 5 million Uyg'urni Xitoy go'raga oldi. Uning maqsadi bor degan edim. Men qachonda bir vaqtlarda vatandoshim, ma jumlaga diqqat qiling. Lekin oxirida qanday so'zlarni ishlatishni belgilash Amerika Jungo ikki davlat savdo suhbatidagi masalalarning ta'siriga uchraydi. Beijing Xinjiangda qayta tarbiyalash lagerini kasbiy tarbiyalash markazida patab keldi. Radikalistlarni tugatishga yordam beradigan iqtidorni tarbiyalashni maqsad qiladi dedi. Jungo xalqaro so'rinlarda tanqidga uchrashdan ayminib, shundan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yig'ini ochilishdan burun ba'zi davlatlarning elchilari bilan uchrashdi. O'xshashda xalqaro kishilik huquq tashkilotlari, umumiy kechirim, xalqaro kishilik huquq tashkiloti, xalqaro kishilik huquq ittifoqi, xalqaro qonunshunoslik komiteti qatorliq Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kotibi Reutersga xat yozib, Xinjiangda Jungo hukumatining zo'r ko'lamda Uyg'urlarni nazarband qilishni ayblashga haydakchilik qilgan edi.